aldın mı ha? Hasiyet. Kılkınızdaki çıraklıkçı mı? Xudo altın qo'ng'iroq dekla. Altın qo'ng'iroq? Ben onun avazını faqat rivoyatlardan anglab baqqan. Altın qo'ng'iroqning ovozi qanday bo'ladi? Onun ovozi xuddi sizning ovozingizga o'xshash. Tun odamni zangli qilmoqchimi? Aslan shunday tez hech kulmayman. Undaqda menmi sizni muzchiray deyman shu. Qasdan odamchilik qilganingiz xo'p bu. Ey? Undaqda men sizning kulkingizni unalg'iga evilib, Urumchiga ag'ash ketaymi? Endi nima desingizdan ikkinchi kulmayman. Yomon bo'lsangiz kuldirib beqing qani. Rost kulmaysiz shundaqmi? Kulmayman. Rostdan kulmaysiz? Rostdan kulmayman. Kulmaysiz. Rost. Men sizni kuldirib o'taman dedim-mi? Cho'qim kuldirib o'taman. Meni kuldirmaysiz. Qarab turing, cho'qim kuldirib o'taman. Egiz taqqa chiqqanda paypig'ingni seliver. Kulki degan xo'shallik, qani temir kuliver. Osmondagi laglakning quyrug'i bor, yuldurdek. Ko'nglimdagi yarimning chachlari bor. Kunduzdek, ha? Qandaq, kulmayman degatingiz-ku, ha? Kulyaptingiz-ku. Sizni. Qandaq, kuldirman dedim-mi? Cho'qim kuldirman. Qarang. Bu nima? Hayatdan beri kulgan kulgilaringizni mush unalg'iga elib oldim. Qaytirib bering. Bermayman. Akilem. Bermayman. Qaytirib bering. Bermayman. Akilem. Bermayman dedim-mi? Bermayman. Akilem, qaytirib bering. Bermayman. Akilem, aski. Bermayman. O'zingizni asrang Hasiyet. Rost bilib olgan bo'lsa-qa, shuni deyman. Yaxshi bo'ladi. Endi bulan degan hech qanday foydasi yo'q. Sizlar yaxshi o'qib kelsanglar, men shuningga xush. O'zinglarni ko'p asranglar. Sen shu adash. O'zingni ko'p asrag'injimi? Meni unutib qolmanglar. Hargiz unutib qolmaymiz. Sening bu yolg'iz qolganligini unutmanglar. Cho'qim. Xayr, xo'sh do'stim. Xo'sh. Bo'ldi menlar. Mashinaga kechikib qolmanglar yana. Ma'qul, o'zingni asrashsiz. Xo'sh Hasiyet. O'zingizni ko'p asrang. Madindan dada. Fikrlaringiz ko'rinmaydi-ku. Ular cheni ichmay ketdi dada. Men do'konga baldur bormasam bo'lmaydi. Darhol choy tayyor qiling. Ma'qul.
Yürü. İşe gireyli. Muşu işi. Kəsil deyman ustam, kəslə. Qichiyig'i va qichiyig'i. Kəslə, kaç kilo alla? 4 kilo. Cığınları hata emasdi? Yo'q, xato emas, to'g'ri. Mana, hozir tayyorladi. Sal tahrir qilib tursinlar. Usta bu mayları ilişanğı emasdi? Yo'q, elishongo emas. Xudoyim bo'lsa qichiyig'i desizlar. Mana. Tezroq bo'lsa ustam, aldırayım ben. Mana, tahrir qilsizlar. Hozir usulman. Hozir tayyorladi. Mana. Tayyor oldu. Neç kilo oldu? 40 koy oldu. Heh. Sap küçüğüydü ha? Xudoyim bo'lsa qichiyig'i, elishongo emas, qichiyig'i. Maqtabli Qaraslar. Qısıq adamken var. Kəsli ustam, kəslə. Yağlar qancha bol? Burun bilan o'xshash. Boshqalar o'stagan bilan men tek o'stamidim. Kaç kilo alla? 2 kilo alay. Orange kilo mu? Pulga tushib qolaman. Ha, bo'pti. Mana. Yigirib koy oldu. Mana. Ma'qul emisa? Qaytammi? Qaytay. Kashlamisa? Ma'qul. Xo'sh. Xasiyat. Sizga Urumchini xat kelibdi. Mana. Xatga Urumchilik savodoshlaringizdan kelgan o'xshaydi. Rahmat sizga. Kirim choy qo'yay. Xush bo'ldi. Men qaytay. Rahmat. Vaqtingiz bo'lsa o'tirib ketasiz. Kəsli deyman, kəsli. Ustam. Kəsli mayva deyman. May, kəsli deyman. Hey. Chigit yerini aralashtirdingmi? Ustam, elimi jiq aralashtirib etdim. Endi bo'ldi qilsa xulam ekan. Xaridorlarimiz yon tatib qolmasin deyman ha. Tilingni tutib chaynamay. Aralashtir degandan aralashtirmamsan. Ma'qul ustam, ma'qul. Eligo qichiyig'iga chigitligini aralashtiradigan ishkan. Su aralashtir desilmi qilaverman. Buna bo'lsa ma'lulamda. Do'zaxqa men kirmagan ekan. Nimandaq tilini chaynaydi mava? Xuddi do'zax kirib boqqanda gap qilsina. Do'zaxqa kirib boqmadim, biroq ko'rib boqdim shu. O qanday şey ekan? Ha, Sizlar teq bilmamla ustam. Men teq u yerda silinib ko'rdim. nima deydi masalan? U yerda vaqo tarozini adil tutmaydigan. Ha, ota-onasini qaqishtiradigan. Haram ishlar bilan shug'ullanadigan. G'ayvat, suxanchilik, chekimchilik qiladigan. Bolalarni yaxshi tarbiyalamaydigan, va'dasiga amal qilmaydigan. Oldonchilik, kazzoblik qiladigan. Ha? Aqallisi musulmondarchilikni ado qilmaydigan ashundaq kishilar dahshatli o't dengizda kuyib, noli faryod ko'tarib, bu dunyoda qilgan atganlarga pushaymon qilib, o'z go'shini o'z yigidek holga kelganligini ko'rdim. Nima deydi masalan? Nima deb o'ylayapsan ey? Odam to'la ansizchilik sanmay, qilaymagan so'z demay ishini qilava. Ma'qul ustam, ma'qul. Voy, sarang nima bu?
Shu tapda Ro'shangul ikkimiz maktabimizning osmonga taqashqidek egiz yo'riq yotoqxonasida o'tirib bu xatni yozyapmiz. Qadrli do'stim, seni bek ko'ygimiz keldi. Shu qadar seg'indikki xiyolimizdan birdan neri olmadik. Ba'zi kunlari seni tushimizda ko'rib xushal bo'lib ketamiz dedi. Yana bizning yurtdan Rizvongul ismli bir sog'dishimiz kelgan. Uning bo'yi turqi, chiroy shakli, hatto mijoz xarakteridan tatib sang qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Biz bu Ballar bayramida sen men Ro'shangul uchimiz o'rinlagan ana sharafli degan faoliyatni qayta o'rinlab ko'rdik. Qandaqdir haqiqiy ana obrazimni yaratayotgan o'sha daqiqalarimda o'zimni bosamay yig'lab tashladim. Hammamiz toza yig'ladik. Xuddi sen ko'z oldimizda paydo bo'lgan edi. Do'stim, kim yo'lini to'g'ri tunib, durust yo'l bilan olg'a ilgarilab, insonlik qadr-qimmatini tunib, kishilik e'tiqod, g'urur, vijdon bilan yashab, o'zining majburiyatini ado qilishga bel bog'layotgan, u yanali bilim egasi, oliy maktab o'quvchisi bo'lishga tamoman haqli. Biz mush qisqa vaqt ichida oliy maktab o'quvchilariga normal harakat, nachar qiliqlarni uchratdik. Bir qism atalmış oliy maktab qalpig'ini kiyvaganlar bu oliy bilim yurtiga o'z taqdir qimmatini yo'qotgani, o'ynab kulgili, kamtash yashvag'ini, kiyvag'ini kilamdi va yoki jafokash ota-onasi yurt xalqi umid qilgandek tirishib o'ginib bilim og'ini kilamdi. Ish qilib biz bundan hayron his qildik. Ichindik, nafratlandik. Lekin biz yanada tirishib o'rganmoqdamiz. Har astasdim xasiyat. Biz bu yilqi davlat bayramida bayramlik vaqtdan foydalanib yurtimizga yarashni o'ylayapmiz. Xayr do'stim, o'zingni asra, bag'at kirshaylik. Sana tinch amonlik tilab, ro'shan adolatdan. Kelganimizga xili kunlar bo'lib qoldi. Bundaq yap yetiversak, tog'mi to'shmaydi. Meningmi bekorchilikda ishim pushib ketdi. Sen chiqqanda qilsa xola. Bu yurtda bizdeklar qildigan faqat ikkili ish bor. Biri ko'proq puli bor boydan birini tepib qo'ymichilik qilish, yana biri bo'lsa ballarni aldab setish. Üstünki mahallada Quvan Yog'chi deydigan bir pixsiq boy bor ekan. Uning mol dunyosini haddi hisobsiz jiqdab olmadim. O Quvan Yog'chining puli shundoq jiqmikan? Shundoq bek jiqkan. Hattochu xotin oladiganga pul ketdi-du deb o'ylanmay yuramish. Toz chashqonga kepak bermaydigan pixsiqdimi nima u? Ey, Asigul. O shahar ko'rib ko'zi ichilib ketgan pixsiqlardan emas-ku. Voy yo'qay, pul ketdi-du deb tuzuk nohiya bozorg'im bormasa, qanday xo'p ko'z ichilib ketdi-du uning. Ondaqda. Bu yaxshi kichik ekan bu. Chiqqan bu yaxshi Geldim bu şekilde gelmez. Bu munda adamlar ben çok iyi açlık kitap çıkamasmı? Estağfurullah. Ustam, kıçtı gap ketdi. Derhal öyle verip 500 kilogram kış çekilen. Çapsan bunu. Ma'qul. Saraf bozdular. Xasiyat? Ha? Oy, yaxshisiz. Sizga xat kelgani xeli bo'pti-kan, kanki besilib qopti. Rahmat sizga. Arzimaydi mamay. Ay, o'tirib choy ichmoqmisiz? Rahmat tamsa. Quvanka, to'xtab turing. Meni oxish ketmamsiz? Siz Yey, meni taniyamidingizmi? sizni faqat taniyolmadim. Oldi bilan motosikletingizni haydang. Ikkimiz mang'ash tanishib qolamiz. Bu Quvanka, tamoq yegash paranglashmamdiq. do'konga oldirayman. Do'kon ochmasam bo'lmaydi. Ha, gapingizga qaraganda texin nashtim qilmabsiz-da. Pul tepish uchun nashti deganni tushti qilib olsak bo'ladi emasmi? Yey, Quvanka, men sizni mehmon qilay, bo'lamda? Bo'pti. Sizning bana ayingizda nashti qilib olgan o'xshayman. Chiqing. Tezroq haydangmi? Qo'sig'im bek ichib ketdi.
Ukam, men bu sizni yaxshi ko'ngil bilan aytmoqdim. Hali kaynimizdan eringiz parant etib yurmasa? Voy, xotirjam bo'ling, Quvanka. Mening erim yo'q. Bu shundaqmi? Mana choy keldi. Aka, nima tomoq yeysizlar? Ko'nglingiz nimani tatidi? Lag'ma yey, o'zining seyi bilan. Lag'manda ishkini. Men har attiganligi mush ashxanda tomoq yeyman. Siz nima deysiz? Men Qosim Mentanning choyxonasida choy ichaman. Osh Qosim Mentanning choyxonasida 5 mo'chalik girdi bilan dog'cha ichmanda. Men go kunib qoldim. Har atganligi nashta qilib bo'lib, uchta to'ldirib bir chin choy ichib olsam, to'yib ketirib ketganman. Oy, Quvanka, quvvatliroq yanjimi? Ayolim yo'q deb o'zingizni tugashtiribman yana. Shu vaqtligimga choy ichsam bag'o ukam, badanimning raus quvvati bojmi mening. Bu degani zaysamay atdingizg'u. Vaqti kelganda yerga qarab qolmang yana, ha? Ha, rost. Motosikletingizga minib olaysiz, mendir biyay ekeldim. Mana endi oshxonaga birga kirdik. Siz Mo'a gapni ko'ring. Men sizni o'z ko'rsam, men yot ko'ryapsizg'u. Bo'ldi, bundan keyin ko'rishmaylik. yo'q, undaq emas ukam. Xato tushunib qoldingiz. Men sizni ya tunimayman. Siz ya tunishliq demidingiz. Shunga men Asli xatolik mendikana. Mening ismim-chi Osigul. Boshqalar meni Osigul qizil deydi. Burun Osigul shaytonmi deb ataydi. U chaqlarda kichik edim. Esingizga keldimmi? Sizlarga Qashqardan ketgan Samat Durozgamning aka qiz shu-ku, ha? Voy, dal topdingiz, men shu. Sizni bir kechada yo'qolib ketdi deb atadi-ku. Ha, yo'qolib ketganim bilan qaytib keldim-ku mana. Qaytib kelganingiz obdan bo'pti. Yelimisiz chiqib ketganda xeyli uzun bo'ldi-ku. Bak bo'lsa 10 yildan oshqandi. Dadam bilan opam ajrashib ketiblar, uydan chiqib ketgandim. Dadangiz hozir qayerda? Dadam Qashqarda. Opamni g'o'ldi ekan deb angladim, lekin berib baxmadim. Mundaqda. Kasla xarida, kasla. Yağalamla. Ha, Ustam, yağ sprey. ish qilyapsiz, ha? Mana birdam supil mana. Birdamda. Sal tag'ir qisla. Voy, chaqchaq qilmang. Bu kirsini oldigan bak bu. Ha? Hukumay baldırak gap qilsang olmamda. Og'zingga tanga chlolmagandiki, ma yog'ni quyib olganda, deb odam ahmoqqicha baldırak desang olmamda. Nima qilsang ala? Lekin ma yog'ni pulni berib, nega yo'qolsang yo'qol. Ustam, insof bilan gap qildi. Oldingizga yog' olaman deb kamidim, o'zingiz tatib olib keldingiz. To'la gap qilmag'ina, yog' pulni beramsan, bermamsan. Bo'pti, to'lsam to'lay. Qancha pul? Bir qo'shiq yog'. Bir qo'shiq o'simi yog'. Bir lag'manga tegdi juma o. Lag'man itish titomish. Ola pulingni. Asraq berama. Nim qilgan bu? Bu haromdan qo'rqmaydigan nokas o'g'ri. Hey, qarab turma, yoqqa kirsini aralashtiryapting bu. Astag'firullah, ishni ko'ring. Boshqa restoran kirib baqaylik. Ha, shuna qilaylik. Kechdi bolalar xabar qilishni unutib qolmagan. Ha, bo'ladi. Gapimni angla. Hargiz chondirib qo'yma. Sen uni indek keltirsangli bo'ldi. Navoda u to'yning gapini qilib qolsichu. To'y qil. Ha? To'y qil? Osh qiyri bilanmi? Senmi-chu? Men qarabla o'ltirmay, ancha-muncha ish pish qilg'ach turmamsa? Mening bu o'ylaganlarim bor. Keyin rostkan deb qolsan. U bugun meni mehmon qilmoqchi. Meningcha to'y qilish taklifini qo'ydi. Yaxshi ish bu. Bu bir yaxshi fursatkan. Barliq hunarlaringni ish qilib, u pixsiqbayni o'zingga makliya qilib ol. Lekin sen hargizmi qo'lingni uchun tutqizg'ich bo'lma, bildingmi? Uning havoyi havasi chikiga yetgandilar, ondan to'y qilish taklifini qo'ydi. Keyingi ishlarni ahvol qarab bir nima demamdi. Ma'qul. Yur. Qancha pul oldi? 20 koy oldi. Men. Rahmat-da. Maqamsa. Iloha amin aka, poch pul bosib bering. Nima bo'ldi? Hozirroq poch pul bosib bering. Tex am sot qildim men.
Mang, shuni qil, atkan. Osmonbek ichib ketdi aka. Atkan sen. Unda qilmay posh. Mang shuni qil, mang poch pul yo'q. Bo'pti aka. Ham dastlab qildim ben teqa. Amin aka. Posh pul bosib bergan bo'lsingiz aka. Rahmat aka. Hey shoir, Oy. sen mana do'kon obdan qarab turg'in. Ha, Men ma'qul nashq usta, qo'yib ma'qul. kelay. Ma'qul. Ha, kelana xaridor. Sap qichig'i. Amin. Aka. Osmonbek ichib ketdi. Ozroq pul bergan bo'lsang aka. Nimani berdi pulimizni? Unda bo'lsa ozroq yog' bera. U yoqni nimaga olsa? Ha? Mana. Ammani qo'yita aka. Azroq qo'yita aka, o'tirib qolay. Qo'yita aka, qo'yita. Unda qilma aka, o'tirib qolay. O'tirib qolay aka, qo'yita. Ha? Qo'yita. Unda qilma aka. Bo'ldi hali. Ozroq qo'yasan, nima bo'ldi aka? Bo'shi yedi-da. Bo'ldi qilib mang hamda. Unda qilmay ozroq qo'yita yana. Manga. Qiziqgina bu. Qilindi. Men sizni eng esil joyga boshlab kiray. Men doim mushiya choy ichaman. Mushiya shu, juring. Menga. Qosim men tong choyxonasi. Mushiya kiramdi. Unda hava bilan cheybak tamlik. Isingiz tilingiz qoldi. Juring boshlab kiray. Voy to'xtab turing ha. Men sizni esil bir joyga boshlab boray. Men bilan menga. Bosaqmi choy ichib olib ondan borayli? Juring ha. Jon u yerda hamma narsa bor. Choymi bor? Yuring. U yer chiqaram Mehmon qilib qo'yay desam deb meni so'rab menyapti-da. Uxlab tushim. San xashlaydigan bir puncha pulim yo'q mening. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Onaxon. Tinchlikmi? Ha, tinchlikmi? Bir ish bilan kirganman tongla. Shundaq. Masjidni yangilab sanmoqchidik. Shunga pul ola pul. Pul yo'qla, ochliqni pulga hisoblab beryapti. Sizmi atag'aningizni berang Qo'naxon. Oxiratda beshingizga soyavan bo'ladi. Qilgan ishingiz ro'naq topadi. Alloh o'zi balo qazodan saqlaydi. Bu masjid saldigan ishdan men ajab bexabar ekanman ha. Balkim siz masjidga chiqmagandan keyin bilmasligingiz mumkin.
Biz chiqayli. Biz chiqayli. Hey, Ajoyib ishda bu. shuni deyman. Dada, sap chiqish bo'lganligini hech bo'lmasa biror menga yordam qilsangiz bo'ladi-ku. Elimi yordam qilding-ku. 10 koy o'sim pul u. Dada, men ozroq pul bersangiz bo'pti. Nim qilsiz? Ukallarimning kiyimi bek kondirab ketibdi. Yangi kiyim ib beraymikin degan edim. Barini kiyib tursin. Keyinchi bir gap bo'la. Yilim ukallarim yangi kiyim kiyib baxmag'il necha yil bo'ldi. Bir qatim ularni qo'shib qo'ysak nima bo'ladi, dada? Birsi ishtiboq yemasda masjid yordam qil deb pul deb kirsa, siz kiyim olaman desangiz, yo do'konning savdosi yaxshi bo'lmasa, Toza chuyinning suyini chiqirdigan giri odamda bu. Asli kirmasak bo'pti ekan. 10 ko'yg'im razomidi u? Davud kam shuncha kambag'al turibmi? Masjidning qurilishiga atab 3 chorak bug'doy yeb ketdi. Xudodan qo'rqmasa bekajmi? Shuncha pul meda turibmi? Qarni ko'ksidan chiqarib 100 ko'ymi yordam qilamag'ini deyman. Hey, ist. Xudoni unutgan undaq pasliqning gapini qilmayli. Hayotligida masjidni bilmaydi. O'lgandimi, udulni go'rga berib yetib olmas u. Amal yo'q. Faqat shu chog'da buningga o'xshash pasliqlarning sesqitini masjid oldida paydo bo'lib, jamoatning nafratiga uchraydi. Shu emasmi? O'lik ishning o'rnida qari yerning tigida qoladi. Bo'ldi, o chuyinning gapini qilmayli. Bo'ldi. Shuna qilaylik, Seyitning uyiga boraylik. U seni 5 mo'chalik girdi bilan mehmon qilmoqchi bo'pti-da. Yeni kelib qushqash o'lab ketgan eski tamliqning ichida degina. Keyin qanday bo'ldi? Nega bordinglar? Voy, naga boratdiq, restoranga bordik. Pixsiq o'g'ri bir muncha pulimga ziyon soldi. Mehmonni sen qilibsan-da. Albatta men qilmanda. Yeydiganni yeb, mushukda ko'zini yumib o'tirib olsa u. Bo'pti, jinim, chida. Savri qilsang g'o'rdin, halu bitar degan gapni anglab boqamsan. Voy jon, bek zerikdim. Mening o faqat ishonchim qolmayotdi. Uning mol dunyosini olaman deb butun besotimdan ayrilib qoladigan o'xshayman. Ey ahmaq, shumi gapmi? Xajligan pulning birini cho'qim qaytira olamiz. Icha. Xotirjam bo'l. Kishiga qilgan o'ziga degan mana mushu-da. Tarozini adil tutib, chigit yig'ini qichig'iga aralashtirmagan bo'lsa, hozirgidek chivin qo'rib qolmagan bo'ladi. Texi, Hüseyin acımның bazırı iştek, nemiş ki mening bazirim kasat deydi. Hüseyin acımdek niyetini durust tutup, tarazda adil olgan bolsa, rast sözlep, çigit yığını, qichi yığını dep satkan bolsa, bazırı elbet iştik olgan bolmamdı. Soğudu degen duvağı, niyetini durust tutsa, mana muşundaq bo'ladigan gap. Ha, amayman. Mana endi. Kelsin deyman. Ochiq muhrakni bo'lishiga chekib, o'pkisi yerilib o'lmisi bo'ladi go. Kimga gap qilyapsan, kaski? Yo'q, ustam, men gap qilmadim. Naqsha o'qiyapman, naqsha. Og'zingni yum shunday yig'iz. Sen naqsha aytsan, do'kon xaridor kelamdi. Ma'qul ustam, naqsha aytmayman. Yig'ing tatava. Ma'qul ustam. Kesla. Ustam, yog'ini tatib bo'ldim. Chigit yig'ini aralashtirmanmi? Ha? Düşman. Og'zingni yum. Yavaşla. 10 kilo olsa ya. Bu 5 kiloluk. Voy, bizning ustamning epiva, patqiz yutidi. Og'zingni yuma, kaski. Ishingni qilmamsa? Aka bu sap qichig'ida? Xudoyim bo'lsa qichig'i. Qichig'im ishtiqi. Mana, sizlarni saqiltib qo'ydim. Az bo'lsa-mu, mana bu 10 ming yenni ishlatib turishadi. Ya'ni kam qag'a yeri bo'lsa, biz bu emasmi? Rahmat ajim, rahmat. Silini avar qilib qo'ydik. Amin. Amin.
Allohu akbar. Rahmat sizlarga hojim. Uy ishlariga barakat ato qilsin. Ömürleri Rahmat. uzun bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Deganlar Biz kelsin. mangayli. Birdam oltamayin Qo'shamsa. inshaalloh. Ayça, akamın şimi yırtılıp ketdi. Kelinglar, fikrlarim, kelinglar. O'tiringlar. Kela. Sumkam ala. Aka, shimangni almashtirib chiqqan. Yeb tikib beray. Ayça, bizning eng kiyim kaygimiz kelyapti-da. Maktab bo'yicha akam bilan ishimizning kiyimi bak ko'na. Bizga eng kiyim ep bering, ha? Manga ep bermisangiz mayli, akamga ep bering. Akamning shimini o'rindiq ilib yirtilib ketdi. Fikrlarim. Sizlarga eng kiyim ep beray, bo'lamdi. Men bilaman Ayça, dadam sizga pul bermaganligi uchun bizga kiyim ep bermadingiz. Biz sizdan og'rinmaymiz. Hargiz og'rinmaymiz. Canım fikrlarim. Sizlarga cho'qim eng kiyim ep beraman. Bu ko'vrikni yasitib qo'ysam bo'g'idek. Xatarli ko'p qopti. Yaxshi. Xil ig'ir turdi bu. Mana. Sizning 15 ko'p bo'lingiz, ha? Rahmat. Yaxshi deribsiz. Mana 15 ko'y. Rahmat tansa. Hey, pulni topgandan keyin qashlashni bilishingiz kerak-da. Qarang, chapiningizning maylishi poqirib ketgan. Endi shu yuyib bergan xotin bo'lmagandan keyin paqirab ketsin ketgandi. Men sizga ravris bir qur kiyim ep beray. Qandaq bo'lamdi? Huzur kiyinib yurmamsiz. Mushuni yuyib kiysam bo'ladi-ku. Aytcha. Yengini elib nima qilaman? Voy qo'ying sizni. Toza bir yaxshilik yarashmaydigan odam ekansiz. Bir o'tdan usti beshingizni tuzab, yasondirib qo'yay desam, davatgan gapingizni yog'lashgan kiyimga oshiq bo'lib qolgandek. Bo'pti. Osammi olay. Ha. Lekin sen azaraq olay. Xotirjam bo'ling xo'jayin. Ishlar bitgan amal men sizga xabar qilaman. Amal bor, yesh kichik olsun. 7-8 yoshdan tortib 15 yoshgacha bo'lsin. Bo'ladi. Ularni cho'ngib ketmasin, uqdimi? Qattiq yuch qoldirib qo'yma. Bo'ladi xo'jayin. Ma'qul. Cho'qim siz degandek qilaman. Ishlarning putishiga oz qoldi xo'jayin. Mol qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi.
Mağa işinəm xo'jayin. Men atrofli ish qilyapman. Aras, aloqalash oson bo'lsin uchun sen darhalla yanfutni bir setib olgin. Yanfun? Shunda Mende yanfun ağıdek pul qolmadi xo'jayin. men sana 3 kunning oldin solgan pulchi. U pullar qani? Qayildiq shu. Xashlab bo'ldi? Hepsini. Kelgandim bu yan nurg'un pullarni xajlab tugatdi xo'jayin. Bo'pti. Bo'lsa, azroq pul avatib atgan bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Bunda olsun. Men azroq pulning amalini qilib, sana mush 2 kunning ichida avat beray. Bo'lamdi? Ishlarni men deganek bichira. Bo'ladi. Ma'qul, xo'sh Ma'qul bo'lsa bo'lsa. xo'jayin. Ağzını çın tut. Navada kichikini ishni chantirib qo'ysang, bir xil tugishimiz. Seningcha, mush planing amalga oshami? Men deganda qila olsam, amalga oshmaydigan ish yo'q. Ha, rost, menga uchuq to'y qilish taklifini qo'ydi. O, rasma. Undaqda qil. Osh qayeri bilanmi? Hey. Planimizni unutib qolmagansan? Ustam, ma idishlarni hamiz to'shib ketibdi. Yog'ni nimaga qachlayman? Do'ppam qachla, do'ppamga. Do'ppamga? Pul gap qilmay, zavqdan to'xtatmamsan. Ma'qul.
Xerida, kesle. Xerida. Ha, yağı yak. verek. Yağı verek. Yak, ben almayman. Sap kıçıyağı. Yak, almayman dedim ko, ben almayman. Sapmay. Yak, almayman. Azırak koyup Yak, almayman. Ben almayman dedim ko. Azıl değmen. Erzan beninki. Vay, liman da akıllıdım ha. Zolap satam sen. Erzan azıl değmen. Almayman dedim ko, liman da akıllı sen. Almayman. Qanday qilib sen? Almayman. Koy etmem sen. Almayman desiz qarab buni. Koy etmeyme, koy ver. Ha, almayman desam nima zolap satsa? Koy etmem sen. Şuna bir Bırak bunu. Almışsan ama adaş. Almayman. Sana satmayman. Bir siyasatı ben degendek. Changes are coming, no doubt. Quvan, It's been buni ko'taraylik. a long time Elang. with no peace of mind. Qani, baxtingiz uchun. Ready for the time. Asigül, ben bağı... Fakat sizden de bu arak şuatı ben Voy, buni bilaman. Xosha. Ha, ko'taring. Hoşa. Xosha. Me what I cannot give. I feel so lonesome at times. I have a dream that I wish I could live. Yuring, ketaylik. And hold Demdo. It's been a Voy, astag'firullah. Yuring. no peace of mind. Asraqa. Ne güvarımız? Nega boratdiq? Bizning uyga boramiz. Ha, menga. Varsa, batık. Ben var, daha güzel. Görmem mi? Ha, keling. Asraqa. Kichik kiring.